چرا پنهان بگم هر هنگو می اسیر نر چرا پنهان بگم سنگه تنگ داشت آن saçtı yaşan Uzbegim söylesin Afrasiyam söylesin Urdur hatim Köhne tarih şahlasıyla Bittem her can Uzbegim البروني الحارزمي الفراناب أولادم أصلي نسلي بلكي أزلوب بلكي طرحان أزبگin قيصرو نیزسیدم بغرنا دا uzradağım Kingizu Batu tıgıya Köksi kalkan Gözbegi Kingizu Batu tıgıya Köksi kalkan Özbegi Tüzdü Mirza Ulug'bek Körağanın cedvelin Sirli asman haqiga ilk qo'ydi narvon
Mirza Babur seni figaning alam üzere saldı o aşraf anı sende Hatim tutulam. Bana bir tatçak. şah aşraf anı sende ümit uyan Ne güzeldir, aklım hayran. Gördüm agah, oldum perişan. Oldum perişan. Ne güzeldir, kardeşim. Artta kaldı köhne tarih Artta kaldı dersten Artta kaldı köhne tarih Artta kaldı dersten Ketni vahmim Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mursalin. Seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve selam ecmein. Amma ba'd. Ya Rabbi, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, burada reziller, burada halimizde, hamdele yaxshi tasvirlardan to'plagan, har ustulidan ve başımızı koşup, ma'dira degan xayriyat fonlarini tutamiz. Ma'dira degan sababsiz, oddiy, sabab izlamaymiz. Narsa to'y bo'lyaptimi, yo boshqa narsa bo'lyaptimi, ma'dira degan sababsiz. Lahana bilan bosh qo'shamiz, mana shu yerda birligimizni bildirib, şu hayır salat qilganda maqsadimiz bittaki Allah razı olsun hamdalarimizdan birligimiz yo'qolmasin, salomlarimiz uzilmasin degan niyatda birodarlar. Shu uchun aytib o'taylik, mayli o'zimizda shu uchun mana shu yerda bir yaxshi niyat qilib xatni tushirib qo'yganmiz. Shu uchun mana shu xatda mahallamizda o'tgan domla asboblar bormi, qariyalarimiz bormi, mana shu yerda xalqqa xizmatgan xalqqa xizmatini ko'rsatgan birodarlarimiz, opaxonlarimiz bormi? Shularni haqlariga bir chiroyli qilib o'qiymiz degan niyatdamiz birodarlar. Shunga aslida sabr saqlaylar, shu xatni davom etaylik, shu xatni o'qib qo'yaylik. Xatni o'qishdan oldin avvalam borki, hamma yerda ma'lum musulmonlarni bosh qo'shilganda bir qariyamiz yaxshi chiroyli qilib bitta duo qo'yadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yaxshi murojatlari borki bizga o'rgatib ketgan. Allohumma barik lana fi ma razaqtana va qina azaban nar. Allohim bizlarga mana bugun nasib etgan rizqlaringni barakatli qilib bergin va hammamizni do'zax o'tini azobidan o'zi asragin. Bemazza gaplardan birozdan maqtaylik, sabr saqlaylik birodarlar. Va shunda qariyalarni duosini olaylik inshaalloh. Ochaka İlah amin.
Ben sabır saklayın kurullarına hatırına devam ederiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vekab ve min şerri nefesâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hasad. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvasil khannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ya İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya İhdina sıratal müstakîm. Ya sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lâ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Elif Lam. Ya Zâlikel kitâbu lâ raybe fîhî hudan lilmuttaqîn. Ya ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne s-salâte ve mimmâ razaqnâhum yunfiqûn. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك لهم من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام أجمعين Ya Rabbi Rüslu bilen hakik Kur'anlarımızı bilen ibadet dualarımızı kabul eyleyin. Asıl bölüm sevap samaralarını fali dünyada Rabbimiz gösterken, ahirelerde hizmet gösterken, Kursunluğa yapılanların dönü parmaklarıya, aldılaki İslam'da hakelerin dönü parmaklarıya, bir halık acı babaların dönü parmaklarıya, Abdullah Kasakayev dönü parmaklarıya, Abdullah Ata Rizayev'den dönü parmaklarıya, İsrail Paşa'mız Şahit ruh parmaklarıya, Kolejen Akarımızda Seyyid Azim ruh parmaklarıya, Yasin Akarımızda ruh parmaklarıya, Abdullah Kocakarımızda ruh parmaklarıya, Abdullah Kocakarımız, Akral Kocakarlarımız var, Aşit Ameliyattan çıkan atababalarımız vardır. Bunların hamısı ruh parmaklarıya. Umutda bugün cümle imanın Müslümanlarımızga Allah subhanahu wa ta'ala sınavlarını nasip etip yetkizgen. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidni ilman. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmetli bir Allah. تاريخي من أسيرنا شراك الحافظ بهم تاريخي من أسيرنا شراك الحافظ بهم سنجا سنجاش Ak saçlı yanışan özbegim Söylesin Afrasiyab Söylesin Kurhune eti Köhne tarih Şadasıyla Bittem mercan Özbegim البروني الحارس على الفرامات أولادنا نسلين بلكي قزلوب بلكي طرحان مزبقين حيثا ميز سيد بغرنا داغ زرداغ شنگزو باتو تغيگا كبسي قلقان مزبقي شنگزو باتو تغيگا Köksi kalkan özbegi
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Birodarlar, davatning oldin aslida bo'lsa ham nima qilib qo'yaylik, e'lon qilib qo'yaylik. Mana shu yerda bir iltimos bo'lyaptiki, mana shu yerda mana qariyalarimiz gaplashib o'tirib aytyaptilarki, buni qanaqa ulkomlar bordi, hozir ulkomlar qolmadi deyapti. Biz aytyapmiz, bizlar tiriklar yana ikkita ulkom bor deyapmiz. Shu Mehrxonning Astag'firullohga joylardan bitta turib qo'yinglar. Mehrxonning Astag'firullohga joylardan bitta turib qo'yinglar. Prosta joylardan bitta turib qo'yinglar. Mana qaranglar, hammasi birodarlar. Mehrxon ham Mehrxon. Mana ikkita ulkomimiz bor birodarlar. Shuni bilib qo'yinglar. Mana shu yerda mana qanaqa hojatlar bor, nimalar bor, mahallalarda nima bor, shu qaranglar, shularning mas'ul xizmati bor. Yana shu ulkomlarga katta yordamchi bo'lib turmaydi, Qamshon degan ukamız bor, Qamshon raisni bitta turib qo'ying. Mana shu mana Lokli tomonda hozir ko'rdinglar, yo'llar chiroyli bo'lib qoldimi? Mana shu ukamiz sababchi bo'ldi. Shuni hammasini ana sotkaga olib, suratga solib, akmatlarga borib, adizlar yozib, nimaga shunchalik bir shunaqa bo'lyapti deb, mana shu xizmatini shu hamda xizmati singan. Ham yana bir opashamiz bor, Muhammad Yurtashevlar. Shularning xizmatini tegyapti birodarlar. Xalq uchun yugurib yurishdi. Mana второй период Uzbekский bor, sportivniy garodokda ular ham shunga mas'ul bo'lishib, qo'shimcha qattiq. Keyin mana 3-период Uzbekский, birinchi период Uzbekский nimasida mana sportivniy plashatka qilib qo'yishdi. Ham детский plashatka bor, ham o'sha plashatka bor. Shularga ham sababchi bo'lgan shular qancha yugurdi, o'sha uchastka tashlab ketgan uchastkani yo'lini qilishdi, dokumentlarni to'g'rilashdi. Hakimlarga borib, deputatlarga borib, qancha yozib, yugurib shu xizmatlarni bajarib yurishdi inshaalloh. Inson bu dunyoga kelgan maqsadi nimada? Boshqa xalqqa foydasi tegsin, birodarlar. Ularga foydasi tegsin. Shuni aytib o'tyapmiz, birodaringizlar. Shuni ham yetkazib oldingmi sizlarga? Tanib oldinglarmi ulkomlarni? Bilib oldinglarmi? O'sha yaxshi inshaalloh. Keyin mahallamizda nimasini eshitib olamiz savollarni. Надо пора mahalliy komitet обновить, revizionный комиссия обновить, совет oqsoqolov mana Egamberdagi o'tiribdi. Boshqasini qo'ying desa, boshqasini soqoli ham yo'q. Так что Egamberdagi будете возглавлять наш совет oqsoqolov. Eshityapsizmi? Nima deydi? Bosh bermasalar qilmayman deydimi? Endi sal sabr saqlaydi, Alloh taologa ham yetib qoldik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Mana bugungi xayriya soni Ma'daba degan birodar. Yana bir islat qo'yaylik. Ma'daba degan oddiy, sababsiz mahallalarimizni mana boshlarni qo'shib, mana shu yerda qo'shni mahallalarni chaqirib, o'zi mahallalarni chaqirib, kimda mana chegaralarimiz bor, kimda qarim qatnash bor, shularni chaqirib, mana birimizni bexmoqlik yurganimiz nima yesin birodar. Hamisha musulmonlikda shunday bo'lish kerak. Hurmat, izzat bo'lish kerak. Salomdan uzilmash kerak. Inson qachon mana bir-biriga xafa bo'lsa, salom ham bermay qo'yadi, salom ham bermay qo'yadi. Shuning uchun ikkita xafa bo'lgan insonga yarashganini qanday qilamiz? İkavun durumuniyari to'playdi, bir-birlariga salom beringlar, yaxshi niyat bildiringlar deb o'shalarni aytib o'tamiz. O'shalarni aytib o'tamiz. Shuning uchun biz mana musulmonchilik bir-birimizdan qarim-qatnash qalin bo'lish kerak. Qalin bo'lish kerak birodarlar. Shu bizda sabab o'tiribdi. Shuning uchun mana mahallamizga Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin sababi mana birdan mana ancha vaqt oldin shu hayot mas'ulini ko'tardik, mana shu mahallalarni boshini qo'shaylik. Hammamiz bir-birimizni qo'yib olaylik. Ba'zi insonlarimizning salomatligi yo'q. Ba'zilarimiz mana qiyofalar bor, bizga yordamimiz tegsin degan maqsadda mana boshimiz qo'shib, mana shunday hammamiz boshimizni o'tiribmiz inshaalloh. Alloh hammalardan rozi bo'lsin inshaalloh. Ilohi amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Rabbi hammalarımızın imanlarımızı müstahkem fitillerimizi ziyaret edip okuyor, namazlarımızı tutuyor, babalarımızı tutuyor, babalarımızdan bakıma kabul eyleyin. Bana hammelerde başı Kur'an ayetler mübarek olsun. Herkese şunu böyle ayetmekte oramızda hürmet kısacık olmasın, salonlarımız olmasın, bir rahmet ya Rabbi. Yana bir kişi ilan var, Allah buyurdu hacı. Joyizdan turib qo'ying, Rozaq berdi hoji. Bu Rozaq berdi hoji akamiz biz mahallada yo'ligimizda domlani yo'lni shu kishilar qiladilar.
Üçüncüsüne bir tanı valiler, bir valiler inşallah. Rahmet. İyi bu tecrübe imkanımız var. Onunla Türk koymuş. Masjidlerimizde biz yok olsak şu masjidlerde biz ordumuzdan hayır imam bugürler, süsçüler. Onu hem tanı valiler inşallah. Rahmet. Şimdi çırayla kana devam etayla hayır esmanlarımız burada. Malik Hoca'ya bu kılavat koyun. Riyas Hoca'mız, yaxshilab dua qo'ysinlar. Masjidda kelgan jamoatlarda xalqga Hoji Abdurahmon akamiz duo qo'yadilar, dasturxonga mana Tolib akamiz duo beradilar inshaalloh. Qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. أيستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الخيرون لهم فيها تذكرون عن الجنة وروته خفيا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والخفيا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام مؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله خالق بارئ مصير الله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وكان ربك رب العزة عما يصفون قل هو المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allah'ım şu okuyan Kur'an ayetlerini huzur dakhilinde kabul kılın. Kamçılık hatalarımızı Allah'ım özün keçirin. Barchalarga chiqib kelgan Qur'on hayit bilan tabriklayman. Xonadonga tinchlik, xotirjamlik, fayzu barokat, ishlarimizga rivoj, halol rizq, solih amallar nasib etsin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Fatih Parvardigor olam. Şu xonadonda o'tirganlarning hammasiga sog'lik tilayman. Uylarimizga tinchlik bo'lsin, dasturxonlarimiz to'liq bo'lsin, osmonlarimiz ochiq bo'lsin. Xudoy taolodan qanday niyatlarimiz bo'lsa, hammamizni mana shunday yaxshilikka yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Dasturxonga ilohi amin. Dasturxonga. Yaqinroq. Ayranlarımın mukammet Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, estağfirullah, nes'aluke fil-cenneti ve na'udhu bike minan-nar. Rabbena atina fid-dunya haseneten ve fil-âhireti haseneten ve qina azaban-nar. Rahmetka ya
Oğlum тоже мой параллельный класс. Да, Джавдат, oğlum все вместе учились. Bir o'qiganmiz. Tarihingdir bin asirler içre pinhan Özbegim Tarihingdir bin asirler içre pinhan Özbegim Senga eslatadi bolalikni bir do'stim bor
eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kunlar gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni. Ey bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kunlar gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Opalar doim aytib o'tirardi. Ammo u randomda deydi. Yo bratkat olmayapti. Ya singlova. Ne so'rashadi da mana shu ham. Hali randomda almashtirib qo'ysa samani bo'lardi. Так что, Макуш kerakli. Как здесь? Девочки, омик. Kelgan Qurban hayitlar hammalarni uylarga tinchlik, xotirjamlik, tansihat olib kelsin. O'g'il qizlarning ishiga omad, barakat bersin. Bo'ylariga qattiq qomat bersin. Yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan, yomon do'st, quruq tuhmat, bemahallardan saqlasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz omon bo'lsin. Bugungi ehsonlarimizni Alloh dargohida qabul maqbul aylasin. Dastgir oxirat soyavani qiyomat joyi rahmat etsin. Hammanglar to'rmuchaylar tugal bo'lsin, tanjoninglar sog' yaxshi kunlar hamrohimiz bo'lib, hammamiz bosh qo'shib, o'ynab kulib yo'llarimizdan adashmay, bir-birimizga intifoqlarimizni berib Xudoya mehr oqibat oradan ketmasin. O'tganlarimiz rahmat, qolganlarimiz salomat qilib, Allohim hammamiz tan sog'ligida, yaxshilikda yurishga Alloh nasib ro'za aylasin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Rahmatika ya arhamar rohim. Рано. Проходите он туда.
Assalomu alaykum aziz va hurmatli ermik qurbansan qator o'tiribdi qizlar man sizlarni ko'rganimni xursandman. Mana Qur'on hayit bayramlari bilan tabriklayman sizlarni kirib kelgan. Qur'on hayit xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, uzoq umr olsin. Bizi Tara shahrimiz qizlari juda ham chiroyli, otalari bundan chiroyli, xotinlari bundan chiroyli. Shuning uchun hamma Tara shahrimizni otini xotinlariga boshimni egib salomlarimni aytaman. Qur'on hayitlar muborak bo'lsin. Umrlar chinorday uzoq bo'lsin. Xudo xolasa yengil kunlarga qatordan kam bo'lmasdan shu xonadonlarda yaxshi kunlarda uchrashmoqlar hammamizga nasib aylasin. Alloh yor bo'lsin, turlar hamisha madadkor bo'lsin. Tanjoninglar sog' bo'lsin, umrlar chinorday uzoq bo'lsin. Bizni bu yerda yig'ilishimizga sababchi nima bo'lyapti? Xotin o'tiring baqiyli oxirga. Majmua ayollarni yig'ib xursand qilmoqchisiz. Bana so'zsizlik berasading ki maqolani aytib
Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum hammanglarga. Hammanglar tan joyinglar sog' bo'lsin. Mahallamizga xush kelibsizlar. Mana mahallamiz hammamiz kattadan kichik. Domilarimizdan boshqa, so'pilarimizdan boshqa hammamiz o'rtaga pul tashlaydi. Mahallamiz o'tganlarini eslashga harakat qildik. Mahallamizni bilasizlar. Tursunboy hoji dadamizga atalib nomlariga qo'yilgan. Mana endi biz orqada qolgan zurriyotlar hammamiz o'rtaga tashlab, topganimizni baham ko'rib, hammanglarni mehmonga chaqirdik. Xush kelibsizlar. Hurmatli ustozlarimiz, lekin mana endi programmamizga kiramiz. 30 pora Qur'onni hadya qilishgan. Ustozimiz Noqiya hoji boshchiligida o'qitib bitirdik. Hozir shuni ham bag'ishlashadi. O'yinda kelib kichkina madrasamiz bor. Ular o'qishadi. Keyin o'yin kulga. Hozir ustozimizga mana bu sanoatdan bitta qarsak topmaymiz, sizlarni yig'ilib chaqirib boshlaymiz. Qarsak aqal qonunlar qo'ymoqda. Sizga qarsak yo'q. Voy rahmat, mana shu ayollarimizni boshini qo'shib shunchalik mana hammasini yig'ib o'ynatib kuldirib endi nima qilsin hozirgi hayotda. Hozirda bir kunlik umr bilan hayot kechiryapmiz. Mana naqiyasinikida mana sizga katta rahmat. Mana shuncha qurollarni tushirib hammamizni musulmon diniga qo'shib Quron maqsadlarimizga yeting. Shu maqsadlarni tushunganlaringiz omon bo'ling, sog' salomat bo'lib, Xudo xolasa Alloh yor bo'lsin, qadar madadkor bo'lsin. Mana endi hozir mana sizlarni chiroyli qilib chaqirgan hammanglarni shu davraga mana otin buvim mana eng kerakligi mana sizni Qur'on tushirganlarni otin buvilarni davrani o'rgib chaqiray, baraka topinglar umrlarda. Qani hammanglar chiqib qolinglar. Marhamat. yo'q, o'tirgan. Tilovat qiladi. Bizga bog'ishlash kerakda. Bittadan o'qishlar so'raymiz. Sizlarda sadaqalar g'aziyat. Sana bir manzara Qizlar hozir yer ichib o'tirasizlar, chiroyli duolarni eshitasizlar. Duodan keyin hammanglar qarsizlarni chiroyli o'ynaysizlar. Otam bu Конечно, вы слушаете. otam bu sizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Faqat yaxshi kunda boshqa ishlar Allohdan so'rayman. Mana endi hammanglarga yoqimli yaxshi kayfiyat. Mana duo boshlanayapti. So'z sizga. Oshkalarni olishtirib olay. Yo, men ungacha anaqa qizlarni olib borib kelasiz. Aziz hurmatli qizlarim, yig'alarim, Shayxa alayhi yaxshimizlar, Solda yaxshimizlar, ishlar muborak bo'lsin, hammanglar sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Faqat tanishgan bo'ylar, assalomualaikum, qolganlar yaxshimizlar, Solda yaxshimizlar, yaxshimizlar, Solda yaxshimizlar. Alloh razı bo'lsin hammanglardan. Молодежь. Ularni qaraysangiz, endi bular ayni mehnat qiladigan kunlarda shularda endi shularda bir shakol qilish kerak. Duolarni saqladida qani yoqishda yaxshi ekan. Qanday sabr qo'yib, o'zim yaxshi tushunib turib inshaalloh qilamiz. Rahmat. Mana hammalarni joylarga yuribman. Soat bundan duo qilishadi, soat 2gacha. Shu bilan duo bilan
Вот, молодец, все. Bo'ldi mana. Xo'jayijon, mana endi sizlar so'z berishsin deydi. Mana buni vaqt joyjonimiz qo'yib ochsinlar. deb xudo xohlasa yana boshlanamiz. Sizlar sog'lik, salomatlik tilaymiz. O'rgilbashingiz bilan qo'sha qaring, farzandlaringiz qo'sha qarisin. Qaraganda ham shunaqa chiroyli, tambur bo'lib xudo xohlasa yuzini yurib, yuzga kirishni Allohdan so'raymiz. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qizlar, xotinlar, ayollar, bizning mahallamizning go'zal ayollari gruppamiz bormisizlar? Borimizda? Borsizlar? Aha, shu do'qul shapaloq. Endi davnishniy mishta bizning xayolimizdan bor edi shu ayollarni jinoyattirib, bir o'tirib, bir-birimizni tanib, ko'rib, bir-birimizdan xabar so'rab deb. Shunday qilgan yigitlar alhamdulillah shukr bilan o'zi qarab, o'zi nimadan ikkinchi kuni ajr savob qildi. Birinchidan erkaklar kelib o'sha bu xayr duosini kelib ketdi bu yoqqa. Endi hozir ayollar bizning qo'limizda. Biz inshaalloh bugungi mana shu majlisimiz xayrli, barakatli, shodliqli, ajr savobli, foydali bo'lib o'tsin. Hep başlarımız var. Endi har birimiz organizovanno inshaalloh. Hozir mana bizning gruppamiz, tanish bo'lib bu bizning madrasa gruppamiz. Biz endi Fatiha nimani xatim etdik, Qur'onni xatim etdik. Atayin mana shu bizni Tursunbay mahallasidan atab bag'ishlab. Shu mahallada turgan har bir katta kishi, erkak, ayol, bola chaqa hammasi sog' salomat bo'lsin, tinchlik bo'lsin, ilerimizda barakat bo'lsin inshaalloh. Har qaysilarimiz mana Alloh taolaning yo'lida islom dinini xizmat etishlar sohasida bo'lib inshaalloh. Alloh taolo har qaysilarimizga xo'sh kelib sizlarga, xo'sh kelibsiz, olib ishib, jiyib o'tiringlar, to'kib Qur'onni o'qiganda tinch bo'lib, ovqatda to'xtatasiz, gapni to'xtatasiz. Qarashu, hozir Qur'on boshlanadi. Mana endi munavvarga boshlaydi. O'tirib o'qing. O'tirib Fatihani o'qing. Mana Tursunbay mahallasida bugun mana katta ehson bo'lyapti. Ertalab erkaklar kelishdi. Mana bu yerdagi gruppa Naqiya Fazim boshchiligida bugunga xatm tushirishdi. Alloh bugun qilgan ehsonlarni dargohida qabul maqbul aylasin. O'tganlarni boshqa soyabon bo'lsin, onlarga foydasi ham bo'lsin. Barcha baxshishdan o'tganlarni Alloh qiladi. Mana bugun mehmonlarning qalamiga Allohning rahmatlari, mag'firatlari, barakatlari yog'ilsin. Ehsonlarimiz dargohida qabul maqbul aylasin. Hozir xatm boshlanadi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. محترم Очень много. Уклон, сейчас. Да, без этого. А ты курсину около. Yalnız kesin yok. Kiledim. Sonra raşetim ne bana. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Зарядка всю ночь стояла. Долго ждем вас. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بعلمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Şahida Hoca'yı. İhlas Suresini bile okuyoruz barımızda. Kızlar, İhlas Suresini 3 mertebe barımız bile okuyoruz. İhlas Suresini. Gittik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم فلق سيدنا فلق كم ده فلق الشوف فلق زفا فلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الآخرة نارا اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلوة وبكل كلمة كرمة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وولادنا وإخواننا وأصدقائنا ومشايخنا وأستاذنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات
يا قضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. İlahamin, ilahamin, ilahamin. Rabbim Allah'ım uzun büyüksün, uzun merhametlisin, uzun yalnızsın, uzun kudretlisin. Uzun bizning için İslam dinini tuzib, bizni Müslümanlardan qilding. Elhamdülillah Rabbil alamin. Biz de mana o'zi bizning islomiy vazifamizni o'tab, elhamdülillah shukr mana shu majlisga jinob bizning guruhimiz bilan, bizning tubimiz bilan qilgan xatimimizni bugun bag'ishlayapmiz. O'ldi. Bağışlayabiliriz. Allah'ım Rabbim bizden bana şu bizden grupumuz bilen okunan şu Kur'an hatimlerimizni dürüst öğrencilerin dürüst kılıp dürüstlerin fazıl ve rahmeti ülken kerametin bilen kabul et Rabbim ya Rabbi. Bana şu bizden mahallemizge Tursunbay akabizning bilen atalgan mahallemizge her qaysilarımız var. Katta var, kişi var, ülken var, kichkina var, iratlar var, katın kızlar var, çallar var, kampirler var. Her qaysilarımızın uylarimizga bereket, canlarımızga tinchlik, qalblarimizga iman, yüreklerimizge İslam dininin nuru, gözlerimizge nur, yüzlerimizge yem, kul ayaklarımızga güç kuvvet, tenlerimizge sağlık, selametlik, uylarimizga bereket, tabunlarımızga hayırlı rızıklar nasip et. Balalarımız, biz endi pensiyada oturabız, elhamdülillah şükür balalarımızın kulunda, balalarımızga hayırlı, halal yak bilen, ansal yak, cinil yak bilen, hayırlı yak bilen samiglavni keladigan rızıkları kelsin. Biz endi şu balalarımızga dua kılıp, mana şu mahallemizden o'tib ketgan merhum ve merhumelerimizin ruhlarına erişip onların da ruhları şad olsun. Şu şehrimizin kabirliklerinde, kabristanlarında yatkan barlık arvahlar riza bulup yatsınlar. Allah Teala'nın rahmetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatinde olsunlar inşallah. Tuğulgan yana sabi bağlar, insaflı, tevfikli, imanlı bulup bizning arkamızdan kaladigan bizning urfaqimiz bo'lsin inşallah. Her qaysilarimizga tinchlik, mana shu Qurban hayitleri mübarek olsun kızlar. Allah'ın rizalığında bulup, Peygamberimizin şefaatinde bulup, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti degan isimde layık bulup yaşalarını Allah Teala nasip etsin. İslam dinine aldağın günlerde de şulay hizmet edip, İslam dininin ağla tebessüdüne barışlar sahibinde bulup başlarımız. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabınnar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حسبنا الله نعم المولى ونعم الوكيل اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون برحمتك يا أرحم الراحمين قبول olsun Rabbim ya Rabbi. İlahamin. Bu işlerde böyle bu. Çıvarım köy. Hadi bay. Громко скажи, ассалам алейкум. Сейчас будет танцевать они у меня, да? Başlar bir pirinci var şimdi.
Bak, moğul inanırlar. Sağ moğul niye? Ya, hiç gezdirey. У нас за 15 минут раньше приходит. Мы уже мужиков приучили раз на 9 до 7 утра зовем, в 6:30 здесь должен быть. О, план нам не скинули. Славные приедут там, так и там. Gittiler. Ben yaparlar da yapayım diyor. Babam adam korkuyorsun da. Bak. Ne oldu? Ya убедился, что вы здесь, я спокоен. Узхитс.нет. Премьера.
Mana endi aziz va hurmatli ayollar, bir minut diqqat joylarga o'tirib olinglar. Mana mikrofonlar keldi. Xudo xolasa qarsillatib, chiroyli tilaklarni aytasizlar. Xush kelibsizlar, hammalar xush kelibsizlar. Mana hozir juda ham chiroyli duolar bo'ldi. Ayollar bir 5 minut bo'lsa ham jim o'tirmadinglar, eshitmadinglar yaxshilab qanaqa duo qilishni otim bo'lar. Salovatlar aytishni chiroyli, baraka topsin o'rinlaridan. Tanjonlari sog', umrlari uzoq bo'lsin. Mana endi otim bo'larga bitta qarsa choylinglar o'tirgan turgan joyinglarda. Ey yashaylar, baraka topsinlar. Mana endi o'zbek centrimizdan kelgan mehmonlarimiz o'tirib bir stol bo'lib, ularga ham bir qarsa javob qo'yinglar. Albatta topqirlar shu mahalani chaqirib hammalarni stolga o'tkazgan Mastarxon bilan nima edi? Sanobarxonga qarsa qizlar. Ay yashaylar, yashaylar.
yashaylar. Mana endi onajon bir chiqib da duolarni beringlar, shu bilan keyin to'yni boshlaylik tezroq. Hadi tura qolinglar qizlar. Otim bo'ylar iltimos. Qizlar o'ynab berasizlar-ki, kela qolinglar, o'ynaysizlar shu bilan. Kela qolinglar. Sizlar tarqaboqlar, sizlar o'zinglardan turaveringlar, iltimos. Otinlar, maqtavatim bu ajoyiblar. Masjidda Qur'on o'qiylar, hammanglar chiqinglar, iltimos. Ustoz oldingizmi? Bak, qani hojoy kiroqdan qaytsangiz bo'ladi bu narsangizni. Kela qolinglar, tezroq. Желающих, кто берет? Salavatni bering o'zingizlar. Qani yana xotin, otim kelinglar. Mastura! Kela qolinglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyina Muhammadin va ala ashabihi sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bugun mana Tursunboy mahallasida katta tantana bo'lyapti. Yaratgan Parvardigorimga durudu salomlarim bo'lsin. Uning Rasul Akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durudu salom, salovatlarimiz bo'lsin. Kelgan barcha masjidga kelgan barcha ayollar, mehmonlar, hojonalar, hoji qizlar, qadaminglarga Allohning rahmatlari, mag'firatlari, barakatlari yog'ilsin. Kelgan Zulhijja oyimiz 27-mayda Zulhijja oylari kirdi. Mana hozir butun dunyoda bir marta bo'ladigan Qur'on hayit, katta hajlarga borish mana Alloh in'om qilib o'tiribdi. Arafatda mana kechagina birinchi hayit bo'ldi. Mana bugun ikkinchi hayit, Qur'on hayitlari. Hamma barcha musulmonlarning so'ygan qo'ylari Allohga qilayotgan ehsonlari dargohida qabul maqbul bo'lsin. Allohim yaratgan amin desin. Bugun mana bu mahallada Nafiya Hojimov boshchiligida Qur'on tilovatlar qilindi, xatm deyilgan ekan, xatmlarning duosi o'qildi. Alloh rozi bo'lsin. Shu yerdan o'tgan arvohlar rozi bo'lsin. Shu yerda mana necha yildan beri hojonam dars berib, barcha mana musulmon o'zimiz ayollarimizga boshchilik qilib kelyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. To'rnichalari tugal bo'lsin. Hojdada bilan qo'sha qarisinlar. Doim yana o'quvchi qizlari ko'p bo'lsin. Hammanglar mana intimoqlarimizni bersin. Hammamizni oramizdagi mehr oqibat ketmasin. Yanagi yillarga, Zulhijja oylariga, Qur'on hayitlariga yetishga Alloh nasibimizni aylasin. Duolarimizni Alloh barchamizni qabul aylab, o'g'il qizlarimiz qo'yib bola yozsin. Doya solih soliha uylanmagan o'g'il bolalarimiz bor, qiz bolalarimiz turmushga chiqmagan. Egilib o'qilib chodirlarga, qo'shangalarga kelin kuyovlar bo'lishsin. Hammamiz to'y ko'raylik, g'am ko'rmaylik. O'g'il qizlarimizni rohatini ko'raylik. Hammamizni to'rmuchamiz tugal bo'lsin, tanjonlarimiz sog' bo'lsin. Topganlarimiz yaxshilikka buyursin. Yoshlarga insof tayfi uzoq umr aylasin Allohim Xudoyim. Qarlarga nur iymon, 5 vaqt namozga polvon bo'lsin. Dasturxonlardan rizq baraka uzilmasin. Yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan, yomon do'stlardan, quruq tuhmat bemahallardan saqlasin. Kelayotgan balo ofatlarni Alloh o'zi daf qilib, xonadonlarimizni obod qilsin. Allohim Xudoya sevgan bandalariga yaxshilik ko'rsatadi. Allohni sevgan bandalari bo'laylik. Muhammadni sevgan ummatlari bo'laylik. Ya Rabbim Alloh, o'zingga alhamdulillah deymiz. Shukronalar keltiramiz. Shu bugun ko'rsatgan kunlaringga shukronalarimizni aytamiz, alhamdulillah deymiz. Turg'izding, yurg'izding, yuraklarimiz urib turibdi, oyoqlarimiz ishlab turibdi, ko'zlarimiz ko'rib turibdi. Yaratgan kechalari turib, ertalabki bomdodlarni o'qidik. O'zingni yo'lingga bag'ishlarimizni sajdaga qo'ydik. O'zing amin degan yaratgan ekan. Duolarimizni Alloh qabul aylab,
dualarimizni Xudoga ijobat aylagan. Avlaysallazi xalaqas samawati val arda biqarinalar. Ay yakhluqa mislahum wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in va ilayhi turja'un. Tazkira oxirat soyavali qiyomat chog'ida rahmat yetgan o'tganlarimizga. Vafuanna vaxfirlana varhamna anta mavlana fansurna alal qavmil kafirin. Qilgan ihsoningga qabul bo'lsin, topganingga yaxshilikka buyursin, o'rnlari to'lsin, to'rtchalaring tugal bo'lib, tanjonlaring sog' bo'lib, yana yillarga Qur'on hayotlarga yetish hammamizga Alloh ato etsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Bifazlika bikaramika birahmatika Allohu akbar. Asli hurmatli bebaho mehmonlarga mana bu ota-bobimiz hammalar uchun ham chiroyli duo qilib qo'ydilar. Mana endi biz hozir aytib o'tganlaridek eng hurmatli, izzatli onaxonimiz Toqiyoxon onaxonimga. Men endi qisqacha aytib o'tay, boya bir duo qildim, aytdim-da qizlar. Endi ko'nglimda uyda tayyorlab kelgan so'zlarni qoldirib markazga aytsam. Mana shu hovlida, kimning hovlida o'tiramiz? Olim maktabimiz bilan Masturaxonning hovlisida o'tiramiz. Endi shu gap chiqqandan keyin o'sirazi bizning hovlida o'tiramiz. Bu endi Alloh taolo sizni rahmatidan tashlamasin. Uylaringizda har doim barakat bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Bolalarimiz bilan oramiz munosabatingiz durust bo'lsin. Inshaalloh Alloh taolaning rahmatida bo'lin. Ikkinchi kimga rahmat aytamiz? Bu Malik bilan Nasibaxonning bizga bergan qurbonlarini sholib mana shu hovliga keltirib berdi. Shularning qurbonligini yeb o'tiribmiz qizlar. Alloh taolam sholg'on qurbonlarimizni qabul qilsin inshaalloh. Har yilni qurbonlar sholib, ajr savoblarini olib, bu dunyoning rohatini ko'rib, bolalarimizning rohatini ko'rib, oxiratingiz durust bo'lsin, oxiratingiz Alloh taolaning rahmatida, payg'ambarimizning shafaqatida bo'lsin. Har qaysilaringizga tag'in bir marta xush kelibsizlar deymiz. Endi hozir mana O'zbek sentrdan kelgan, O'zbek to'bidan kelgan qizlarimiz rahmat sizga kelib bizni hurmat etganingiz uchun. Rahmat. Yani bana bir iki üç üçten kelmişti. Bana bu hlubi troyitsi deganda bana 3 ta ota bo'yjudayam ichidan chiqarib shunaqangi chiroyli gaplarni aytishdi, bizga shunaqa duo berishdi. Mana shu narsalarni o'rischa aytganda aytib hamma ayollarni shu Mastarxon xonadoniga yiqqan. Mana ota bo'lmiz Sanobarxonga so'z beramiz. Sanobar ota so'z sizga keladi. Ishtimsa hammadan kelganiga rahmat. Har bir qadamiga hasanat. Tanjoyingiz sog' bo'lsin. Mana mahallamizni so'zini yerda qoldirmay, shunchalik o'tatib o'ylamagan edik. Ha, Mastura, ikkalamiz ro'shada yurib, dam oldikda mana shu narsani o'yladik. Bunaqa chiroyli, bu darajada, katta darajada deb o'tatib o'ylamadik. Bu yerda ustozimiz 30 pora Qur'onni bu davlat mahallamizga bag'ishlaymiz. Bu yerda mana kevaram o'zi o'qib yuribdi. Malikaxonga rahmat u keldi. Adiloramni bilan bizni qiyomatli ona bola tutirganlar. Onalarini Alloh rahmatli jannatga qilsin. Norqo'sha joyimizda. Mana hammamiz bosh bo'lib, Dilorom singlim ham yonimga kirib, "Voy aya, men televideniyani olib kelaman. Ay, televideniya nima? Ular nima qilasam, ko'rasiz. Chiroyli o'tadi." Shu bilan Mastura Sarvar opam aytaylik. Ay, shuncha tamada bor yo'q? Sarvar opam nomer 1. Bizning tarazimizda birinchi bo'lib boshlaganlar. U kishini aytamiz. Bu kishini yoshlariga aytaylik. Hech birimiz so'zimiz yerda qolmadi. Mastura a'lo darajada o'tyapti. Hammalarga rahmat. Birinchidagi Zaymira hojiga murojaat qildim. Zaymira hoji поддержка qilasizmi? Joni bilan sana baraka. Qarab turib, o'zimizni mahallamiz juda aktivist bo'lib chiqdi. Hammalarga rahmat. Endi mana yaqin orada yana Mavlud boshlanadi. O'shanda yana yig'amiz hammalarni. Ishqilib qatorlarimizdan kam bo'lmaylik. Yurganda yo'linglar bo'lsin, o'tirganda o'rninglar bo'lsin. Allohning bergan farzandlarni, nabara-chevaralarni, rohatini, qizig'ini ko'rib, hamisha mashaqat, sevinchli, shodlik kunlarda uchrashib yurishlarni Allohim nasib qilib aylasin. Sarvar onajon, sizga ming rahmat.
Sözümüz yerdə qalır, nə deyənizə. Allah'ım Sana bakan ana şu mahallemizin güzel ayılları degan gruppaga kirgan qizlar Allah'ın bir hesap rahmetleri olsun. Hem pul bilen verdiniz, hem xo'jayinlarimiz pullarini berdi, hem o'zingiz laganlaringizni ko'tarib yugurib berdingiz. 2-3 marta maslahatlar jinolduk. Ne lегко нам не далось это. Trivadon bo'ldi-da gapdoshi. Trivadon qilasizlar-da. Mana juda ham chiroyli kulaylar. Aytadi yaxshi niyat yarim davlat deb mana. Niyati juda ham xolis bo'ldi. Niyatlaringizga yeting. Mana shular hammasi chin qalbdan sizlarga yordam beribdi. Omon bo'lsin. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Muzaga bu otim bo'lagan. Qanchaycha berasizlar, qizlar yaxshi. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimga sochilgan boy chechagim, bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimga sochilgan boy chechagim, bu chiroyli gulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyin solding, bu chiroyli gulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyin solding. Boy chechagim, qora tosh boy chechagim, yulduzlarga sochilgan boy chechagim, boy chechagim, qora tosh boy chechagim. iltimos mana hozir davramizni to'g'riga biz shu o'zbek sentrimizdan biza hurmat qilib kelgan mehmonlarni chaqiramizda bularni mehmonlarni qarshi oladigan Madina qizimiz do'mbira chalib beradi. Madinaga daragaya. Ana o'zbek sentr qamali chiqa qolaylik. Dilorani boshlig'ida. Мадина, прогон тебе нужен или нет? Нет, мне не надо ничего. Вот сюда, садись, чтобы не сильно. Madinaga qizim. Давай. Mana hozir Madina bizga do'mbira chalib hammamizni biz qayerda yashayapmiz? Qozog'istonimizda yashasin. Hozir Qozog'istonda do'mbirani chalamiz, qozog'istonlik nimalarimizga so'z beramiz, mehmonlarimizga. Oldin do'mbirani eslaymiz muzikani. Qani muzik qizim, davay. Aytar sözге тоқталмастан бізді жүйрік болған
solgan son, sayray almaz kızılı teller toprak dolu solgan son. Söyle desin halaya, kaldarımda şarıkta, bakının indi tolgansın. Asudan asu asayın, ölünge tabak şasayın, aldarında şarıkta, güllerinde vaşayın. Sayragan dilim sağılırsa, şabırlar say şaltırda, disli sözlerini sasayın. Ağalar ansap kelgenden son, kurbular boştay gelgen son, aldarında Allah birer жазғы suda. Tasayın ay, 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 ay. Buna men söyleyeyim halayık, tыңдап құлақ салыңыз, аздан мен де сөйлейін, келгені шау халіміз. Аянбаспын сіздерден дау, есенде тұрса кеудемде, шыбындай мынау шанымыз. Басына сөгіс келмейді ау, өзімен қатар жігіттер, жақсы бол салған шарымыз. Ер адамның басына екі дәурен келмейді, бұлағай салып қалыңыз. Бұна мен сөйлей қалайық, алдарында шарықта ақының енді толғансын ай, 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 ай.